yuz tuzilishi. Endi shu bola 4 baho olganda bu bola 2 baho olganda yuz tuzilishi qanday bo'lar edi? Bizda keyingi sahna ko'rinishi hayvonlar diskotekada. Marhamat. Görünüşe armiyadaki marhamat. Qalasizlar askarlar, yaxshimisizlar? Yangi latifa bu. Bir kun kuyovlar bunda ketadigan oldin bu usoq chiqdi. "Men seni yeyman" desa, "Men bu usoq emasman, askarman" desa, debdi. "Askar bo'lsang so'chingman" debdi. "Armiyadan kelibman" debdi. Ha, mayli. Kuyov bu usoqni o'tirdi. Böyle uçlar olup, inik olup yetişti. Ben kulmuyor. Bu durum toplamandı rota, erken! Aziz o'qituvchilar va o'quvchilar, mana biz bugungi tadbir kechamizni yakunladik. Endi so'z navbatini yana maktab internatimiz direktori Solih Muhammadovga beramiz. Mana tadbirni boshlashmoqchiman. Barcha o'qituvchilarni, tarbiyachilarni bugungi kun bilan tabriklab o'tdim. Mana oxirida so'z berdilar. Kelinglar sizlar o'quvchilar bir boshlab har bir o'qituvchimizni bizni bir tilaklarini aytishdi. Shunga rozimisizlar? Bilmasa oxirdan boshlaymiz. Barcha ustozlarimizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Hali 1-2 kun vaqt bo'lsa ham oldindan xursandchilikni boshlab yubordik. Qizlarimiz juda chiroyli dastur tayyorlashibdi. Ana qizlarimiz bo'ldi, yigitlarimiz bo'ldi, bo'lajak o'qituvchilar, ularni ham keyingi ishlarida omad, o'qishlariga rivoj. Rahmat onalarga. Rahmat sizlarga ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Eng go'zal qiziqli chapqon darsni jondan beradigan o'qituvchimizdan biriman. Barcha ustozlarimizni kasb bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'quvchilarimizga ham ilm olishlarida charchamanglar. Siz ham ustoz bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozirdan ko'proq mehnat qilishlaringizni tilab qolaman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Rahmat. Mana 7-sinf rahbari Qatiqul juda bir ajoyib, ko'ngli toza inson baraman. Aziz ustozlar, sizlarni hammalaringizni bayramlaringizni tabriklayman. Omad, baxt, sizlarga yor bo'lsin. 9-sinflarga bir og'izdan hormanglar, charchamanglar. Rahmat. Matematika fanlarining ustozi, bizlarning eng sevimli o'qituvchimiz Bahronova Marhamat. Ustozlar, mana shu yerda o'zbekiston bayram tadbirida qatnashib turibmiz. Avvalambor o'quvchilarga rahmat, shunday chiroyli tabrik tayyorlaganlar uchun ustozlarga ham katta rahmat deymiz. Shunchalik e'tibor berganlik uchun ustozlarga ham shu bilan birga shu bayram bilan tabriklayman. Avvalambor oilalarda tinchlik,
var. Sizlerimizden mustahkam irodalar, o'quvchilar tajribalarni ishontiradi. Rahmat sizga. Mana kimyo fanining ustozi har yil bu kishining abituriyentlari 100% institutga kiryapti. Mana shuna bir ajoyib ustozini tabriklashni olishimiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, o'quvchilar. Mana bu ajoyib bayram yaqinlashib kelyapti. Mana barcha hamkasblarimizni ana shu bayram bilan, ustoz murabbiylar bilan chin dildan tabriklaymiz. Ularga mustahkam sog'lik ishlarda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Mana bu shogirdlarimizga deymiz, ana bugun 9A, B sinflari juda yaxshi bir tadbir tayyorlaganlar. Endi ana shu darslarda ham shu xuddi ana bu o'ynaganlarda shijoat ko'rsatishlarni tilab qolamiz. Hammalarimizga mustahkam sog'lik, ishlarimizda o'qishlarimizda omad. Doim sog' bo'linglar. Rahmat domla. O'zining chiroyli mimikasi bilan, chiroyli so'zlari bilan hammani lol qoldirgan rus o'qituvchisi mana. Уважаемые ученики, дорогие мои коллеги, я всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю огромных успехов, удачи и самое главное терпения и труда. Я желаю вам всем хороших учеников, чтобы ваши ученики прославили ваше имя не только в Узбекистане, во всем мире. Я желаю вам этого. Так, уважаемые ученики, я тоже пользуюсь моментом, хочу обратиться к вам. Дорогие мои ученики, наш труд славите только вы. Если садовник посадит одно дерево, он ждет 5 лет, 6 лет, когда это плоды растут, когда мы сорвем яблоко, когда мы сорвем плоды с деревьев, а мы всю жизнь ждем вас. Пожалуйста, не смейте забывать нас. Звоните хоть иногда, почаще, когда достигнете успеха. Mahsullar olmadığını olma, piş olduğunu düşünüyorsun. Bana maneviyat ve marifat boyunca direktör o'rinbosari yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi hamda yilning eng yaxshi direktor o'rinbosari nominatsiyasini qo'lga kiritgan xalq ta'limi a'lochisi bizning eng chiroyli, ko'ngli toza o'quvchilari joni dili bilgan o'qituvchimiz. Marhamat. Aziz o'quvchilarimiz, aziz ustozlarimiz, albatta bizning quvonchimiz, baxtimiz, ertamiz, kelajagimiz sizsiz. Hurmatli 9-sinf o'quvchilari, sizni ana shunday tadbirni tayyorlagan tarbiyachilaringiz Solih Mehriddinga men butun minnatdorchiligimni, jumladan Qaxorovaga, chunki bugun xursand bo'ldik shunaqa tadbirni haqiqatan ham tashkilotchilariga rahmat deymiz. Jumladan mana domla ustozimiz Quratovga va barcha ustozlarimizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ustoz bo'lish baxti sizga ham nasib etsin. Eng mas'uliyatli maktabda ish qiladigan bu direktor o'rinbosari ilmiy ishlar bo'yicha olim va sizni irodangizga men qo'yilaman. Hamma gapni ko'tarasiz. Hamma vaqt ko'zingizga yosh, qalbingizga hamma vaqt quvonch. Hech qachon sizni xafa qilib ko'rmayman. Shuning uchun mana shu tasmalarga yozib olinayotgan so'zlar umrbod qoladi. O'zingizga ko'rsating. Ustozlar, murabbiylar mana shunaqa bayram hammamizga tabriklayman hammalaringizni mana shu bayram bilan. Mana shu yerda o'tirgan barcha o'quvchilarimizni ham, ota-onalarni, ularni ham tabriklayman. Va mana bugungi chiqqan mana shu 9-A va 9-B sinf o'quvchilariga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz va ularning o'quvchilariga. Rahmat, hurmatli o'quvchilar. Hammalaringizni bayramlaringiz muborak. Mana maktabimizga ham chiroylik, ham yetakchilik, ham ishni qiladigan o'qituvchimiz bo'ldi. Marhamat Yusufxon. Hammalaringizni hurmatli ustozlar, kasblaringizni muborak bo'lsin. Mana shu yerda aytilgan barcha tilaklarga qo'shilgan holda sizlarni mashaqqatli, sharafli kasblaringizga omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Kelasi o'qituvchilarimizga ham alohida rahmat demoqchiman. O'qituvchilarga ham alohida muborak bo'lsin. Rahmat. Kechava gap yo'q. Hayajonda bu kishi. Marhamat. Avvalambor
hammalarimizni ham yuqorida aytilgan gaplarga qo'shilgan holda hurmatli ustozlar, bu bayram bilan hammalarni chin qalbimdan tabriklayman. Hamkasblar, o'quvchilar, mana bu yerda bitiruvchi kurslarimiz, ularning tarbiyachilari, sinf rahbarlari, kattakon rahmat. Bu bayram sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Ayrim insonlar ko'p, o'sha insonni ko'rsangiz agar nafratingiz keladi. Ayrim o'sha insonni yana ko'rsangiz quvonasiz. Bu insonni ko'rgan o'quvchilar xafa bo'ladi, o'quvchilar quvonadi. Bu kasrimiz bu. Chunki sizlar badal pulni keltirib berasiz, achchig'ingiz keladi, bizlar oylik bo'lamiz, quvonamiz. Mana shu inson. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, avvalambor sizlarni kasb bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Oilalaringizni, o'zlaringizni, hammalaringizni tabriklayman. Sanali 9-sinf A, B o'quvchilarimizga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular judayam kechqurun ham boshlab tayyorladi. Badalni birinchi berib beradi. Sinf rahbari ham birinchilardan. Judayam yaxshi. Birinchi bo'lib tugatadi. Chin qalbimdan hamalaringizni tabriklayman. Agar gapini o'qisangiz, mana odamning ko'ngliga musiqa rohat baxsh etadi. Musiqani sevgan inson uning ma'naviyati kuchli bo'ladi. Mana shu yil bizning maktab internatimizga o'z ishini boshlagan qizimiz bo'lgan, mana shu kishidan tabrik so'zi eshitamiz. Avvalambor hamma ustozlar, murabbiylarimizni 1-oktyabr bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu bayramda qatnashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ko'pgina narsalarni bo'ldik. Bayram tashkillashtirgan ustozimiz Qahhorova va oldilardagi o'quvchilar tayyorlagan chiqishlarni ko'rdik. Hammamiz xursandmiz, minnatdorchilik bildiramiz. Hammalaringizni tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat. O'quvchilar mana matematika fani bo'yicha sizlar yangi o'quvchi oldik. O'quvchining diplomlari qizil, juda bir ajoyib bilimga ega bo'lgan Haydar va marhamat tilaklarimizni bildirasiz. Hammalaringizni kasb bayramlaringiz bilan tabriklayman. Bu juda ham sharafli kasb. Yoshligimdan mana ustoz bo'lishni orzu qilganman. Mana shu kunlarga yetdim. Bu uchun hamma ustozlarimga rahmat aytaman. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Aziz o'quvchilar, hammalaringizni ota-onalaringizga ko'pchiliklarimizni ustozlarga hamma tabriklayman. Va bugungi bayram tashkilotchilariga rahmat aytamiz. 9-sinf o'quvchilariga rahmat. Rahmat. Ben ko'p paytlar aylanib yuraman. Sinflardan, derazdan tashqarida yuraman. Hamma vaqt buni o'quvchilar tuzatgan. Lekin shunday bir inson borki, hamma vaqt o'quvchilarni o'rtasiga kirib, o'quvchi bo'lib, o'shalarning ko'nglini topadigan, juda mehnatkash, men hamma hurmat qiladigan o'qituvchimiz bu Quvvat Xudomlov. Bu tarbiyaviy jarayon bo'ladi. Qachon bo'ladi?